Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoyning Twitter askarlari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa munosabatli mazmunlarning tarqalishini cheklash uchun harakat qilmoqda ekan. DFRA xabar to'rining 12 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Twitter armiyasi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa munosabatli mazmunlarni bartaraf qilish ishini boshlagan. Xitoyning yaqinqi yillar mobaynida Sharq Turkistonda millionlab Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizganligi dunyo miqyosidagi davlat va xalqlarning diqqatini tortganligi uchun ijtimoiy axborot sohasida Uyg'urlarning haq-huquqini tashviq qiladigan sadolar ko'paygan. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar ijtimoiy axborot vositalaridan foydalanib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qilayotgan zulmini yo'ritib bergan. Buningga ergashib, Xitoy Twitter armiyasi Sharq Turkiston xalqining xotirjam, baxtli turmush kechirayotganligini, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonni tinch olg'a ilgarilatayotganligini tasvirlagan saxta mazmunlarni tarqatish bilan qolmay, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qilgan zulmini yo'ritib berayotganlarning izini qo'g'lagan. Bularning maqsadi Xitoy hukumati tomonidan zulm ko'rganlarning istashliqqa uchrashi va qo'llashga erishishini buzg'unchilikqa uchratish ekan. Mazkur xabar to'ri e'lon qilgan dokladda Uyg'ur musulmonlarining tarixdan buyon uchragan xo'rliqlari, Xitoyning parokandichiliklari va razil Xitoy armiyasining qandaq iz qo'g'laganligi bayon qilinadi. Dokladdagi yorqin nuqtalar biri Uyg'ur musulmonlar jamiyatining tarixiy orqa ko'rinishi. Buningda Uyg'urlarning Sharq Turkistonda yashaydiganligi, nupusi, Coğrafiyalik o'rni Xitoyning 1949-yili ishg'ol qilib olib, Xinjiang degan ishg'ol nomini berganligi. Ikkinchisi, tashviqotning muhim nuqtasi Xitoyning Twitter armiyasini oshkorlash. Buningda Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qilgan zulmi Twitterda kuchli ta'sir qo'zg'aganligi. Buning bilan birga Xitoy Twitter soqchilarining Uyg'urlarning tinch vaziyatda baxtli xotirjam yashayotganligini, Xitoyning Sharq Turkistonni bexatar taraqqiy qilgan makonga aylantirayotganligini tasvirlagan mazmunlarni tarqatganligi, Xitoyning zulmiga uchragan musulmon Uyg'ur shaxslar va ularning echinishliq sarguzashtlari, jazo lagerlari va islom diniga, Uyg'ur jamiyatini nishon qilgan nafrat bilan to'lgan mazmunlarni tarqatganligi, tashviqot tadqiqot guruhining taxminan 100 Twitter hisobi va 100 tweet uchurini tahlil qilib, Xitoyning bu ishga tutgan pozitsiyasini ilgari suradigan tashviqot andisini oshkorlaganligini, Xitoy Twitter soqchilari tarqatgan mazmunlarning Beijing shaharlik partiya komiteti bilan atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komiteti o'rtasidagi hamkorlikni aks ettirganligi bayon qilinadi. Uchinchisi, Xitoyning zulmiga uchragan shaxslarning echinishliq sarguzashtlari, jazo lagerlari va e'tiqodchi ommaga qilingan zulm. Uyg'ur jamiyatini nishon qilgan Uyg'urlarga o'chmanlik bayon qilinadi. Demak, ijtimoiy tarqatqilayotgan nurg'unlagan xabarlar Uyg'urlarga qilingan vahshiylikni yo'ritib bersa, yana bir tarafdan Xitoyning ijtimoiy taraqqiy askarlari aktivlik bilan Xitoyning tashviqotini tarqatib, radiya berish orqali ko'z qarashlar to'qinishini paydo qilib, ommani Uyg'urlarning taqdiri va ularning asosiy kishilik huquqini qo'g'dashga bo'lgan qiziqish haqida o'ylantirgan. Hindiston armiyasi Hindiston bilan Xitoyning talash tortishning markaziy hisoblangan amaliy kontrol sizig'iga qarshi olishni qilish maqsadida kelar haftaning boshlarida olib berilgan yuqori darajalik harbiy suhbatdan burun strategik ahamiyatga ega Depsang tuzlanligi va Dinchok rayonida Xitoy askarlarining chekinish uchun besim qilishga tayyorlanmoqda ekan. 19 navbatlik komandir darajaliklar suhbati qatmanliqni tugutish oxirgi suhbati mag'lub bo'lib 4 oydan keyin, ya'ni 8 oyning 14 kuni Chushu Moldo chegara uchirish nuqtasining Hindiston tarafida olib berilishi mumkin ekan. Bu qatimqi suhbat Xitoyning 3488 kilometr uzunlikdagi amaliy kontrol liniyasi bo'yidagi harbiy faoliyatlarning kuchaygan vaziyatiga to'g'ri keladi ekan. Kontrol liniyasini qo'g'dash, dushmanlarning takliflariga to'salg'i bo'lish uchun Hindiston armiyasining qo'lida zamonaviy urush qurollari mavjud ekan. Qurolliq askarlar chegarani qo'g'dash uchun hamisha hushyor holatda bo'lib, bir Hindiston armiyasi askari josuslarning harakatlarini eng yangi texnik kameralar bilan qanday iz qo'g'layotganligini tushuntirgan. Hörlükka muntazir asorat shuuri. Abduri Burhan Muhammad. Qandaqlı bir mustamlikachi o'z mustamlikasi ostidagi xalqqa bir narsani sunayotgan bo'lsa, shundaqla buni go'yo lutfi ihsondek ko'z-ko'z qilayotgan, chiroyli ko'rsatayotgan bo'lsa, demak, bu uning mazkur xalqqa badal to'latkizish,
Taqdim qilayotgandek ko'ringan narsa o'rniga badal bo'lishga yaraydi deb qaragan yana bir narsani tortib olish. Xalqni elvilingan u narsadan aloqasini uzdirish, uni unutuldirish uchundir. Chunki mustamlikchilikda bir narsa taqdim qilinmaydi, balki qattiq yoki yumshoq usulda tengiladi. Farq qilmoq kerakki, agarda mustamlikchining sunayotgani sunniylik bo'lsa, tortib olmoqchi bo'lgani tabiiylik, soflikdir. Taqdim qilayotgani yasalmalik bo'lsa, sug'ura olmoqchi bo'lgani aslilikdir. Demak, mustamlikchi kuch bir narsani quloqqa o'qiyverish orqali ko'p takrorlab yod qilib o'tmoqchi, izib ichirib o'tmoqchi bo'lsa, qarshiligida yo'qolishini va unutilishini istayotgani uning qarama-qarshisidagi aslilik va haqiqiylik bo'ladi. Mustamlikchi kuchning bizga to'xtamay talqin qildirib kelgan Şinjan ozod bo'lgandan keyin, ozodlikdan keyin degan so'zlarni umumlashtirib o'tishi va bizning har qatim anglagandagi qarshilik ingimizda mazkur teshpal-pal ichiga olgan so'zlardan benormallik his qilmas bo'lib ketishimiz, aks ta'siri ko'rinmasdan anglagancha yumshab ketishimiz, zehniyatimizga qilchilik aks ta'sir elib kelmaydigan darajada normal anglanadigan holga kelishi qatorliqlar amaliyotda aslidagi haqiqat o'rniga safsatini, reallik o'rniga sunniylikni, tarix o'rniga safsatini dastatish planlarining amaliyati va muvaffaqiyatlarining mahsulidir. Amaliyotda anglashqa go'zal, ammo realligimizda o'rni yo'q bo'lgan mazkur atalmish ozod qilinganlik afsonasida millatning har zaman esidan chiqarmasligi kerak bo'lgan avloddan avlodga tutashtirib o'zini o'yg'oq tutishga, qarshisidagi mustamlikchilar oldida sagaklikni oshirishga xizmat qiladigan asorat ostida yashayotganlik, asrlik vaziyatida ekanligidan iborat asli shuurni, vijdoniy o'yg'oqlikqa undigicha haqiqiylikni zihinlardan o'chirib tashlash, ong va tuyg'ulardan supurib yo'qotish maqsad qilingan. Hamda bu orqali xalqning mustamlika ostidagi real vaziyatini idrok qilib qilishning, mustamlikchilarning qilayotganlarining ichki yuzini tushunib qilishining oldini olish ko'zlangan. Mana bu nuqtalar aniq bo'lgan vaqtda bizni o'z tilsimlari bilan maftun qilishga chaqirayotgan afsonalari orqali ong tasavvurimizni istaklari tomon yo'naltirishda o'ng'ayla qoyillik kuchimizni qo'lga keltirishda rol o'ynab kelgan va bo'ynimizga absurlik tumar kabi esib olishimizni, kuy qilib o'qishimizni, xo'r bo'lib tankash qilishimizni talab qilib kelgan atalmish ozod qilinganlik safsatasining asli muddaosi g'arzmi aniq bo'lishga boshlaydi. Shundaqla mazkur safsatining aslisining mustamlikchilar so'ndirib kelayotgandek emas, balki uning aksicha ekanligi. Sunniyning o'rniga aslida bo'lishga tegishli shuurining atalmish ozod bo'lganlik shuuri emas, balki asorat ostida qolganlik shuuri ekanligi ma'lum bo'ladi. Ushbu asoratda qolganlik shuuri zihnimizda o'rin tutgan muddatcha ozod qilinganlik afsonalari o'z xosiyatini yo'qotishga mahkum bo'ladi. Ong tasavvurimizmi bizga sunniy tuyg'ularni ishlab chiqarishni to'xtatadi. Aksicha yo'limiz va manzilimizni soxtalik ustiga qurib, o'z-o'zimizni aldab o'tishni bas qilishga chaqiradi. Sunniy xayollar qurshovida gangiramaslik kerakligiga, irodamiz va g'oyamizni mustamlikchi kuch oldida taslim qilishga bo'lmaydiganligiga, uning oldida har qachon ojiz ekanligimizni tan olib, yuvashlashimizning hojatsiz ekanligiga undaydi. Shundaqla ko'rayotgan kunga xo'sh bo'lib, izchil mustamlikchilarga itoatkor qullar darajasida ko'rinib o'tib ketishdan uzul-kesil bo'lishga rag'batlantirib turadi. Darhaqiqat, asoratda qolganlik shuuri biz uchun mustamlikchilar yasab bergan atalmish ozod qilinganlik nomidagi sunniy afsonlarni ishlamas qilishga yaraydigan iddiviy zaharlarning ta'sirini qaytaradigan tiryaqdir. Shundaqla u bizni ichida asir qilib tutib turayotgan zehniy lagerlardan qutulib chiqib ketishimizni ta'minlaydigan, zehniy asirlik zanjirlarini chaqib tashlashimiz kerakligini tunutadigan aynakdir. U engimizga mahkam o'rnayotgan, bizga mahkumligimizni his qildirib, shirin tush deb xayol qilib qolganlarimizning aslida o'zimizning tushi emasligini, mustamlikchilarning bizga ko'rsatayotgan tushlari ekanligini eskartib turdi. Mana bu ma'nolarga yo'g'rilgan asorat shuuri biz uchun uyg'onish danglarini urish kerakligini pichirlab turg'uchi undak, birovlarning qo'lida ishlab chiqarilgan ozod bo'lganlik afsonalariga mehrab bo'lib ketishimizga to'sqinlik bo'lib turg'uchi reaksiya. O'z irodamiz va jasoratimizga tayanib, ruhiy qulluqdan qutulib ketishimiz kerakligini tanbihlaguchi ogoh, hamda hur vatan va hur davlat qurib chiqishimizning zarurligini talqin qilib turg'uchi signaldir. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.